Ben seni öz kolum bilen otqa işledim balam. Ben bu hicranı qandaq chidayman, qandaq chidayman. İkkinlarning yaxshi aksinglardan bo'lib o'tishinglarni umid qilaman. Endi meni bu dardni tassin dedingmi? Bu seni qandaq chaqchiqim? Bu chaqchaqlaring eshib ketdi dunyo. Nima uchun? To'qqizinchi qism. Nega opirishimni uqmaydim. Uyga opiray desam, nima deb opiraman? Onun ustiga opangning vaqt soati to'shiqi oz qolgan edi. Opargan taqdirdimi qandoq tushuntirishni uqmaydim. Oxiri mali do'qmishiga kelib, tong etishni saqlab o'ltirdim. Tang so'zilishga yaqin, yiroqdan kelayotgan kishilarni ko'rib, balni qo'yib o'zimni chatga oldim. Bala qirqirab yig'lab turardi. O'tib ketayotgan kishilar mushu mahallik bo'lib, balning ovozini anglab yetib keldi. Va balani ko'rib atrofga qaragan bo'lsa-mu, balning egisini ko'rolmagandan keyin tashlab o'tilgan bola ekanligini bilib, qanday qilish to'g'riliq maslahat qilishdi. Men bo'lsam, chandurmasdan ularning orasiga qo'shilib oldim. Balani beqib oldiganlar jiq chiqdi. Lekin menmi aralashdim. Ko'pchilik, bu balani maldiki Hoshim boyliq berayli. Chunki ularning birmi farzandi yo'q. Ko'pchilik mening gapimga qo'shilib, oxir balani Hoshim buvayning uyiga elib bordik. Hoshim buvay ahvolni anglab qavatli xush bo'ldi va balani elib qoldi. Shunda qilib, ko'nglimning kayniga kirib, hissiyotimga tayinib, gunohsiz bir sabiyning yetimlik ko'chisida menishiga sababchi bo'ldim. Hatta ism qo'ydigan vaqtida ularga taklif berib, ismini Toyir qo'yinglar deb ularni qoyil qildim. Pat-pat bir ishlarni bahona qilib, ularning uyiga kirib, Toyirni ko'rib chiqardim. Uzunga qolmayla, sen bu dunyoga ko'z ochding. Bu chog'dagi xushalligimni qanday ifodalashimni bilmayman. Sana ism qo'ydigan vaqtda Zulay qo'yayli dedim. Apam bo'lsa, beshni langish deb qo'shildiganligini bildirib, menga mamnun bo'lib qarab qo'ydi. Lekin men bo'lsam uning ko'ziga qaray olmay, boshqa tarafga qarab oldim. Meni kechirgan qizim. O'zimning shaxsiyatchiligi tufaylidan bir bolaning yetim bo'lishiga sababchi bo'ldim. Lekin bu ishni Toyir hargiz uqmaydi. Bir kunlarda uningga uqtirib qo'yishim kerak. Chunki uning ko'ngliga azor berdim. G'ururini yerga urdim. Ashunda qilmasam bo'lmaydi. Chunki ikkinglarning bir-biringlarni yaxshi ko'rib qolganliginglarni bilgan edim. Qizim Zulay, xotirini o'qib, mendan nafratlandigansan. Sen nafratlanishga haqli. Lekin meni Toyir tizlinib o'ltirib nola qilyotdi. Nola qilgan u yolg'iz emas. Ichidagi uyda Zulay uningdan battar holda o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Toyir Zulayga tasalli bermoqchi bo'ldi. Lekin bu niyatidan tezlik yinib qoldi. Chunki u qay salohiyati bilan tasalli berdi? Aksi bo'lish salohiyati bilanmi? Yoki yo'ldoshi bo'lish salohiyati bilanmi? Uning qalasi qop-quruq edi. Hech narsa xiyoliga kirib chiqmaydi. Afsus, ashu xotira to'y qilishdan burun oshkorlangan bo'lsa, bunda xatolik sodir bo'lmas edi. Toyir
ig'ir qadamlarini so'rgincha uyga qaytib chiqdi. Nima qilarini va qanday qilishni o'ylab yetolmaydi. Xuddi o'limga hukm qilingan jinoyatchidek boshlari sangilab ansizlik ichida qolgan edi. Zulayning bo'lsa gelidan tamoq o'tmagili 2 kun bo'lgan edi. Bir o'ltirgan joydan qopmay o'tirib ketadi. Ko'zdan bo'lsa yosh qurmaydi. Uningga tasalli bergudek ruhni ko'targudek odam yo'q edi. Chunki bu ishni maxfiy tutgan bo'lg'achqa hech kim uqmaydi. Dadisining o'ziga o'z vaqtida 100 turani demiginiga ochiq keladi. Barbara o'ylagan siri nervus jiddilashib, o'zining chashlarini yo'latdi. Dum yetivelib bor kuchi bilan varqirab yig'laydi. Toir oxir g'ayratga kelib Zulayning uyiga kirdi. To'qqizinchi qism tugadi.